bizda nina bilan insonni badaniga dori yuborish tushuniladi. Mana shu dori yuborish ikki xil bo'ladi. Birinchisi terini ostiga yuborish, ikkinchisi qon tomiriga, insonni ichki tarafiga yuborish. Keyinchalik tahlil va tadqiq bilan o'rganilgandan keyin terining ostiga qilinadigan ukollar insonni ichki a'zolariga, qorin uchaklariga yetib bormasligi, taom o'rniga o'tmasligi aniq bo'lganidan keyin ulamolar demak mana shu dori yuborish uslubiga qarab ro'za ochiladi, ochilmaydi deydigan holga o'tishdi. Bunda demak tomirga qilinadigan ukollar, ozuqa bo'ladigan, kishini ichiga, uchaklariga, qorinlariga dorini yetkazadigan demak ukollar ro'zani ochadi. Terining ostiga dori yuboradigan demak uslubda ro'za ochilmaydi degan xulosaga keldilar.